Navarot ishqibozlari uchun navbatdagi Navarot chimni Gentra avtomobilimiz sotuvda 2020-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysi avtomat korobka, komplektatsiya Elegant Plus, bosib o'tgan masofasi probegi 124 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holati prosta super, faqat haydash kerak, qilinadigan ishlar, rasxodlar umuman yo'q. Turetskiy yaxshi sifatli, archa protektorli yumshoq yangi balonlar taqib qo'yilgan. Faralarni ham zo'rini qo'yib qo'ygan ekan. Bellet K3 Azun Dragon degan $300 faralar taqilgan ekan oldiga. Mashinani kuzovi prosta oyna holatida, tekis qirilmagan, chizilmagan, kraska tegmagan, xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Polniy shumoizolyatsiyalar qilib qo'yilgan. Mashinani saloniga keladigan bo'lsak, prosta super. Bir dona ham sarapina yo'q. Idealniy holatda turibdi. Qimmat chexollar taqilgan. Kojiniy rul bu zavodskoy, podogrev sideniyasi ham bor, magnitofon albatta bor, video registrator Lenovo va albatta eng sevimli lyukimiz ham bor. Xullas, bu mashinani olish kerak, haydash kerak. Hech qanaqa qilinadigan ishi, rasxodlari yo'q. Narxi $11 ming. Telefon raqamlarini video opisiyaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.